Hürmetli abunaçılar, hürmetli abunaçılarım. Nevistalar yetip geldi Xudo xolasa. Nevistalara qaranglar. Xunje Elifan salona hazır yangi parti nevistalar yetip geldi. Tushib turibdi hazır. Nevistalara shunday skidga beramiz Xudo xolasa. Hech yerda yo'q narx. Hech qayerda kutilmagan narxda beramiz. Skidga hazır. Xudo xolasa bir qator narxlarni aytib o'tib ketamiz. Videoni görüşte devam etamiz. Ahirlerde like bilan podpiska basıp kommentariyada o'zingizni fikrlaringizni qoldirsangiz, xudo xolasa bize şu kommentarlara qarab hammangizga javob beramiz xudo xolasa. Hozir mototsikllarni 4-etaj olib chiqish davom etib turibdi. Narxlarni hozir boshlab beramiz desak, kuzatishda davom etamiz. Hozir yana birma-bir tushib turibdilar. Şuradan yerine qarang endi buni. Ey. Aslan. Hammasi yangi salafan. Hesabaz panajinni. Sen kozgabur, skozur. Kara. Yine tavşin yine panajinni. Haydi indi. Yürüyüşünden məlum ki. Haydi. Aladayız. Xudo xolasa yo'tturalarınızı şimdi bitta-bittadan çıkararlar liftde. Yukarıda yetelep girdinler. İhtiyat ol. Şeyin ağırları kaldı az. Hadi narflayıp gidemiz, gittik. Daha hazır narflayıtamız. Hürmetli abunaçılar, Xudo xolasa narflarını başlayımız. Etibar veremiz. Xunje 17 milyon 500 bin so'm, 160'a 125 kuzup, 130 kubalık motor, 130 kubalık motor, 50'lik vilke, raskot 100 kilometrine 4 litre, narxı Xudo xolasa 17 milyon 500 bin so'm dostlar. 17 milyon 500 bin so'm dokument elektrikçi narxında gitadi. Keyingi modelimiz Xunje'nin 2 metrelik Vodinno'yu. Bundan Xudo xolasa 5 tane koyup beraman. Bunun narxını 24 milyon so'mga koyup beraman. Xunje 2 metrelik Vodinnoy panajinlisi var. Bundan 5 tane koyup beraman. Etibar beringlar 24 milyon so'mga koyup beramiz. Bundan keyingisi Xunje'nin 250 kublusu воздушный motor, 220'ye 40 kuzov, 250'lik motor, 8'e 5 ram ventilatorlu, 12'ye 50'lik balon, raskot 100 kilometrine 4 litre, bak sığımı 18 litre alayken. Значит, Xunje'nin 250'lik воздушныйсinin bakasını 25 milyon so'm koyup beramiz. 25 milyon so'mga 2 tonnalık motosikl yana geliştiremizden 24,5 milyon so'm kılıp beramiz. Kime 24,5 milyon so'mga 2 tonnalık motosikl gerek olsa aloqa chiqishlaringiz mumkin. Undan tashqari Xunje'nin 250'lik motorlusu, 250 kubalık motor, 90'lık vilke, 12'ye 50'lik balon, 8'e 5 ram, Vodinnoy katta panajinli, zadniy mostlar etibar beringlar. Zadniy mostlar o'ta baquvvat. Xudo xolasa bundan 250'lik Vodinnoydan sizlarga yine 2 tane koyup beramiz. Narxını etibar beringlar. Narxını 28,5 emas, 28 milyona koyup beramiz. 28 milyon so'mman. Bu 29,5 milyon so'm satılıp turibdi. Etibar beringlar. Xudo xolasa bu qishki aksiya bo'ladi. 29'luk narsani 28 milyon so'mman qilib beramiz. Undan keyingi Xunje'miz 250 kubalık 8'e 5 ram. Kuzup razmeri 220'ye 150 Vodinnoy, 90'lık vilke, koşa balon deyiladi. Bu koşa balon etibar beringlar. Bu koş balon Xunje'mizning bahosini Xudo xolasa sizlarga bu 30 milyon 500 bin so'mga sotilgan Xunje'ni 30 milyon andammiz, 29 yarım andammiz, 29 milyon so'mga qo'yib beramiz. Faqat nalichida 29 milyon so'mga 1,5 milyon so'm skidkada. Keyingisi Nevistar'ni razmerine geladigan bo'lsak 220'ye 140 razmer, 220'ye 140 razmer,
8'e 5 profildan bo'lgan Nevistarimiz 8'e 5 profilda narxini buni 25 million so'm sotilgan mototsiklimizni xudo xolasa bugungi kundagi narxini 23 million so'mdan qo'yib beramiz. 23-23,5 atrofida bo'ladi. E'tibor beringlar. Voyanniy svet o'ta baquvvat mototsikl 23,5 million so'mdan 23 million so'mdan qo'yib beramiz. Keyingi Hunjeni 2 metrlik samosuval deyiladi. Bu samosuvalda 200 lik motor joylashgan. Ya'ni e'tibor bersangiz 200 lik motor, 18 litr bak sig'imi, katta batareyka, katta silindr qo'yilgan. Zadniy moslar e'tibor beringlar. Zadniy moslar o'ta baquvvat. 202-306 panajinni qo'yilgan, e'tibor beringlar. 202-306 panajinni qo'yilgan. Katta zadniy mos zapaska balon, risollar baquvvat prejin qo'shimcha. Bu mototsiklimizni xudo xolasa Hunji samosuval 2 metrlik samosuval e'tibor beringlar. Narxini 29 million sotilgan mototsiklimizni 27,5 million so'm qo'yib beramiz. 27,5 million so'm Hunji samosuval. Keyingi modelimiz Nevistarni samosuval xili. Nevistarni samosuvalına keladigan bo'lsak 220 ga 140 220 ga 140 50 lik vilka qo'sharama deymizda ikkita rama bo'ladi. Ikkita rama o'zini Nevistar original motori panajinni zadniy most emas, korobkani o'zida joylashgan, katta silindr qo'yilgan. Ko'rib turganingizdek, chisti original mototsikl, polosli, kuzov razmeridan aytib ketdik menimcha. Buni narxini 28 million so'm sotilgan Nevistar e'tibor beringlar. Narxini samosuvalni 25 million so'm skidkaga qo'yib beramiz. 25 million so'mga faqat bu Nevistardan bitta qolgan, bitta. Kimga kerak bo'lsa 25 million so'mga 220 ga 140 samosuvalni olishingiz mumkin. Undan keyingi Nevistarimiz 220 ga 140 Nevistar e'tibor beringlar. 125 ga 130 deylik. Mayli. Qaranglar, 125 ga 130 Nevistar 200 lik motor bilan jihozlangan. Xudo xolasa bu mototsiklimizni 23 million 23,5 million sotilgan mototsiklimizni bahosini bugungi kunda nalichi oladigan bo'lsa 21,5 million so'm qo'yib beramiz. 21,5 million so'mga 2 tonnalik Nevistar e'tibor beringlar. 220 ga 130 kuzov, 50 lik vilka, 6 ga 4 ram, 6 ram Nevistar original motor, panajinni, vodinnoy hamma narsasi bor. Narxini 21 million 500 ming so'm qo'yib berdik. E'tibor beringlar, 21 million 500 ming so'm. Modelimiz Avenus. Avenus'imizni bilasizlar, 25 million 26 million sotilgan Avenus'imiz. Xudo xolasa bugun skidkada 220 ga 140 kuzov, 200 lik motor, panajinnisi bor. Narxini e'tibor beringlar, 23 million so'mga yangi chiqqan Avenus'ni ko'rib turganingizdek uzunlik Cavallo'ni 23 million so'm qo'yib beramiz. 23 million so'mdan yangi chiqqan Cavallo. Keyingi modelimiz Larchen'imiz 25 million sotilgan narsamizni 23 million 500 ming so'mga qo'yib beraman. 23 million 500 ming so'mga Larchen qo'yib beramiz. Keyingi modelimiz 220 ga 140 Cavallo, 220 ga 140 Cavallo 200 lik motor. Bu bitta dana qolgan skidkada narxi 22 million 500 ming so'mga qo'yib beramiz. 22 million 500 ming so'm menimcha esda qoladigan narx. Undan tashqari ko'pchilik so'ragan Cavallo kabinalari internetda chiqadi bilasizlar, markat deydigan. Buni ko'pchilik aytadi, kommentariyada narxi so'm qo'yib beramiz. Bizlarda u gap bo'lmaydi. Konkret narxi 220 ga 140 200 lik motor panajinisi bor. Nalichi oladigan bo'lsangiz 24 million 500 ming so'm. Bu mototsiklimiz hozirgi kunda 27 milliondan sotilib kelgan. Xudo xolasa 24,5 million so'm faqat o'zini narxida sotiladi. Aksiyamiz 10 kun davomida amal qiladi. Keyingi mototsiklimiz e'tibor beringlar, 35 million 725 ming so'mlik Larchen, kuzov razmeri 240 ga 150 muvaqqat deydigan juda ham katta mototsikl. Xudo xolasa 34 million 500 ming so'mga qo'yib beramiz. Yodda qoladigan bo'lsa, menimcha e'tibor beringlar, kommentariyada yozasizlar 34 million 500 ming so'm. Keyingisini menga bersangiz o'zim aytib ketaraman. Keyingi elektrichkamiz 180 lik elektrichka, e'tibor beringlar. 180 ga 130 elektrichkamizni 12 million so'm qo'yib beramiz. Samosuval, zavodskoy samosuval 12 million so'm. Hunji 2 metrlik 1,5 tonnalik e'tibor beringlar, 6 dana batareyka, 8 ga 5 ram. Xudo xolasa bu Hunji'miz narxini e'tibor beringlar. 13,5 million so'm qo'yib beramiz. 2 metrlik 1,5 tonnalik 13,5 million so'm. Alp mototsiklimiz, Alp samosuval, Göttursa yangi chiqqan versiyasi, balonlar ham o'ta vysokli katta balon qo'yilgan, katta balon, pultli
bemalol pultdan bajarish imkoniyati bor. Chimkerakini boshqasini oldini qo'shimcha götürüpsa tartılganları var. Şu anda pult işletiş imkaniyetini beradi. Narxını samosuvalimizni 37 milyon so'm qo'yib berdik. 37 milyon so'm yana geliştiremiz. Kesengizde Xudo xolasa geliştirip qilib beramiz. Undan tashqari benzinli Hunji 130 kubalik motor, 160lik kuzov narxini Xudo xolasa buni 20 milyon sotib turgan narsani 18 milyon 500 ming so'mga qo'yib beraman. 18 milyon 500 ming so'm. Undan so'ng ko'pchilik mashina so'rab yuribdi-da. Mashinaning narxi 5300 dollar bo'lib turibdi, bilasizlar. Hozir dollarning tushgan hisobına 68 milyon so'mga sotib turibdi bu mashinamiz. Bu 4 porshonli bemalol benzin, gaz qo'ysangiz bo'ladi. Endi buni qarang. 13lik balon o'ta katta balon joylashgan. 13lik balon ramına e'tibor beringlar. Ram o'ta baquvvat 4 porshonli. Narxini Xudo xolasa 64 milyon 500 ming so'mga qo'yib beramiz. 64 milyon 500 olsa 3,5 milyon so'm dollarning hisobidan tushgan. Keyingi modelimizni 43 milyon satılan 350 kubalik Hunji'miz. Bunun narxini Xudo xolasa 43 milyon emas, 41 milyon so'mga qo'yib beramiz. 41 milyon so'm. Значит 2 milyon so'm dollarning tushgan hisobına narxi o'zgardi. E'tibor beringlar, 41 milyon so'm. Eldash mototsiklimiz 37 milyon so'm satilgan. Biz Samosuval 220'ye 150. Xudo xolasa Samosuvalimizning narxini 34 milyon 500 ming so'm qo'yib beramiz. 300lik motor 220'ye 150 kuzov 34,5 milyon so'm qo'yib beramiz. Keyingi modelimiz Eldashni 2 tonnaligini 26 milyon so'm qo'yib beramiz. Eldashni 2 metrlik vodinoyni 22,5 milyon so'm qo'yib beramiz. Eldashni 2 metrlik vozdушnisini 21 milyon so'm qo'yib beramiz. Agarda narxlarimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, bizlarga aloqa chiqishlaringiz mumkin. G-Fox'ni, benzinli G-Fox'imizni 13 milyon sotib turgan narsamizni 11,5 milyon qo'yib beramiz. G-Fox 150 kubalik götürüyorlarınızda narxını 16 milyon satıp duran narsamizda Xudo xolasa 14,5 milyon so'm qo'yib beramiz. G-Focus 152 modelimiz görelarinizda sher yurak narxi 21 milyon so'm sotilan ekan. Xudo xolasa 18 milyon so'm qo'yib beramiz. 18 milyon so'm. Dayung 200 kubalik ikkita gul shitir bilan jihozlangan, o'zi umuman ko'rinishlari neobishniy juda ham chiroyli. Oldlari supportli, narxini Xudo xolasa 22 milyon so'm qo'yib beramiz. Bu 23,5 milyon so'm sotib turibdi. 22 milyon so'm qo'yib beramiz. Görelaringizda 300 kubalik Vasat. Bu Crosser'imiz narxini Xudo xolasa sizlarga 24 milyon qo'yib beramiz. 24 milyon so'mga Crosser bormi? 300 kubalik balonlari 18lik, 22lik diska bilan jihozlangan. Narxi Xudo xolasa 24 milyon so'm qo'yib beramiz. Endi bu kısmımızda aladigan bo'lsak, lifanlar hammasi original hisoblanadi. Amerikanskiy lifanimizni Xudo xolasa 35 milyon so'm qo'yib beramiz. Kattaligini qaranglar. Mendan katta bo'yi. 35 milyon so'm. Lifan Amazon deganlarni 20 milyon so'mga qo'yib beraman. Xalamizni Lifan original 45 milyon sotib turgan mototsiklimiz injektorlarini Xudo xolasa narxini 43 milyon so'm qo'yib beraman. 30 milyon 500 ming so'm sotib turgan 11 model 200'lik 11'ni 28 milyon so'm qo'yib beraman. 25 milyon so'mga sotib turgan Trail'ni 23 milyon 500 ming so'm qo'yib beraman. E'tibor berdingizlar narxlarga? Menimcha narxlarga e'tibor berildi. Narxga keladigan bo'lsak, Baba Motors tank modelimizni shoss sprepkalari bor. Dokument yo'q, dokumentsiz degan narsa bo'lmaydi. 100% shoss sprepkalar tayyor holatda 10 milyon 800 ming so'mdan tank modellar olasiz. Do'stlar, shoss sprepkadan muammo bo'lmaydi. Shoss sprepka faqat Baba Motorsda bor. Sizlarga isboti bilan aytamiz. Hech kimning mototsiklida bilka raqam emas, shunday RAM nomer bo'lishi kerak. Haqiqiy mototsikl ishida RAM nomer bo'lsa, bu nomer olishga imkoniyat beradi. Chunki oldingilarda bo'lgan emas, ular ham Xudo xolasa tez kunda javoblari chiqib qoladi. Baba Motors olamandaylari shoss sprep bilan yozib beramiz. Baba Motorslarning narxiga keladigan bo'lsak, 13,5 million so'mga qo'yib beramiz. 13 million so'm, 13,5 million so'mga xolan turdi Baba Motors olsangizni bir imkoniyati bor. Undan tashqari 9,5 milyon so'm sotilib turgan trisiklarimizni 8,5 milyon so'mdan beramiz. Baba Motorslarimizni 7,5 emas, 7 milyon 300 ming so'mdan trisiklarni berish imkoniyatlarimiz bor. 7 milyon 300 ming so'm. Bize narx-navolarni aytishdan hech qachon qo'rqmaymiz, chunki bo'ladigan narxlarni aytish kerak. Ko'pchilik xankada narxlar tushmayin deydi. Narxlar bizda eng arzon, eng sifatli. E'tibor bersanizlar, 220 dollarni ko'paytiringlar. Dokument olinmaydi. 25 tezlikdan oshmaydi skuterlarimiz. Narxlarini Xudo xolasa
2 milyon 900 ming so'mga qo'yib beramiz. E'tibor beringlar. 3,5 million so'm sotilib turgan narsani 2 milyon 900 ming so'mga qo'yib beramiz. Agarda nalichi pul olib kelsangiz, yana kelishtirilgan holatda xudo xolasa beramiz. Bunga pravo dokument kerakmidi? Ko'pchilik pravo chiqdi, shuni hisobidan narxlar tushdi deydilar. Yo'q. Qaranglar. 3,5 million so'm sotilib turgan narsa, xudo xolasa 2 milyon 900 ming so'm. Agarda narx-navo yana o'ynab turadigan bo'lsa, yana tushib beramiz. Balkim 2,5 million bo'lar, balkim 2 milyon 700 bo'lar. Dollarning kursuna qarab o'zgarib turadi. Narxlar xudo xolasa 2 milyon 900 dan 2 milyon 700 dan bo'lar ekan. E'tibor berdingizmi? Prava, srava kerakmidi? 100% kafolat turaman. 25 tezlikda oshmaydi, prava kerakmidi? Bu qismimiz ham prava kerakmidi? 3 milyon 800 dan boshlanadi. 3 milyon 800, 4 milyon 800, 4 milyon 800 prava hech qachon kerakmaydi. Qo'rqmanglar. Prava kerakmayacakligini bizlar isbotlab beramiz. Undan tashqari qo'llaringizda prava kerakmasligi uchun har qanday dokumentni qo'lingizga yozib beramiz. Bemalol yo'lda harakatlanishni imkoniyatini beradi. Kelaverasizlar, bizlarning manzilini bilasizlar. Xanqa Lifan salon, Xanqa Global salon. Manzilni aytib o'tdik. Elektrichkani skidga berilgan. Bu nomer olinadi. Olinadimi значит? Dokumentlarini kelishli holatda nomerlarini olib beramiz. Sport bayklariga keladigan bo'lsak, 7,5 million so'm, 100 km, 150 km yurdi bir zarati bilan 7,5 million so'm. Endi bu yerda sport bayklarimiz bor. Sport bayklarimizning bahosine keladigan bo'lsak, sport bayklarining bahosi 26 milliondan boshlanadi. 26 milliondan 27, 28, 37, 38. Endi turuna qarab o'zgaraveradi. Masalan, 43 million so'm. 43 million emas, hozirgi kunda narxini 41 million so'm qilib bo'ladi. 400 kubalik bu ABS kamera hamma narsasi bor. Bu modellarimizni 32 million so'm qilib beramiz. Masalan, yine orijinal mototsiklimiz 9500 dollar. Bu 700 kubalik 9500 dollar. Shuning uchun mototsikillarni turuna qarab narxlari o'zgaraveradi. Bu yerda assortiment ko'p. Hozir menda qarasangiz sport bayklar hammasi bir xil ko'rinadi, lekin shu dronlarning hammasi assortiment bir-biridan farq qiladi. Do'stlar, shuning uchun tanlashda adashmaymiz. Eng sifatli mototsikillar Xanqa Global salonidan olaverasizlar. Qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa, kommentariyada o'zingiz fikringizni qoldirasiz. Hammangizga e'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar. Hammangizga yaxshi kunlarda kutib qolamiz. Global salonda, Xanqa Global saloniga kelsangizlar, mototsikillarni chiroyli narxlarda sizlarga yetkazib beramiz do'stlar. Manzilni bilasizlar. Asal like bilan kommentariyani bomba qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga tashakkur qilamiz. Obunachilar, keyingi modelimiz Cavallo. Cavallo 220 140. O'zimizning miskina Shadar ağamızda xudo xolasa naqd pula 23 milyon 500 ming so'mga dastlabkasi bilan berildi. Bunda 200lik motor joylashgan, 12lik profil. Profil denemiz rami 12lik profil oladi, 200lik motor. Panjinni, vadinnoy hamma narsasi bor. Zapaska balon, kaska hamma narsasi, oldin oynasi, komplektida bo'ladi, magnitofoni. Naqd puli 23,5 million oldi. Og'am aql keldi mototsikl? Ajoyibmi? Ko'ngilda oldimi? Hayırlı olsun, yaxshi kunlar minglar. Hemen Xanqa Lifan salonida kutamiz kelsangizda, xudo xolasa dastlabkilarni qilib qo'yamiz. Buraga ketib. Lifan motosalonidan yana navbatdagi savdomiz kredit asosida Avenus mototsikli bo'ldi. Bu mototsikl 220/40 splashnoy kuzov, 200lik Zongshay motor bilan jihozlangan bo'ladi. Buni o'zimiz samosval qildirib qo'yganmiz buni. Samosvaldan 1 yil garantiya beramiz. Motora 1000 kilometr, ramına 1 yil garantiya. Kredit asosida 30 million so'mga doğrulab berdik. O'zimizni Anvar Zo'ramizga olsindan. Mototsikl yoqdimi, ko'ngildayam bo'ldimi? Ko'ngildayam. Bu zamonaviy mototsikl bu. Suv temperatura hamma narsasini ko'rsatadi. Eng yaxshi modellaridan. Sinirlar ham qalinga ko'zitib qo'yibmiz. Mototsikl ham bo'ldi axir. Baholar ham cho'tchi. Yoqdimi? Asa yaxshi yo'llar aytangda. Yuzim mashhur bo'lsin. Xayrini bersin, yaxshi kunlar aytanglar. Bemalol kelaverasizlar, shunday chaqaloqlar salovat beramiz. Sog' bo'linglar. Lifan motosalonidan yana navbatdagi savdomiz. Bugun hurmatli obunachilar, bugun savdomiz avjida bizlarning. Navbatdagi savdomiz Xunji firmasining 250lik mototsikli bo'ldi. Bu mototsiklning xarakteristikasiga kelib o'tsak, motori 250 kubalik, kuzovi 220/40 kuzov bilan jihozlangan. Ramalari 8/5 ram. Polosli mototsikl bo'ladi. Vilkalari 90lik. Bu O'zbekiston bo'yicha numerali mototsikl hisoblanadi. Xunjining aynan shu modeli. Liboy mototsikldan yaxshi, eng zo'r model bu.
Yük tartış boyacağım, yürüyüş boyacağım, hemen sistemi en zoru bu. Nakt pula Qanaqay? 29 milyon soma adız kime dağı? Dastan. Dastan ağamıza, üzerimiz Dastan ağamıza, Savxozdan Xarazmın üzərimizdə Dastan ağamıza 29 milyon soma sağ olasın Xuda xalasa. Dastan ağam motosikl yaktı mı? Özü bu qısqaça fikizət bütün baxasını sikəkən, başqa yerdən arzan mı? Motosiklə Gəl gəb. mənə. Motosiklə gəb yox. Lakin. Lakin. Seriz bizən ustamızı konuşsayken göstərsəniz Konuşamaz bu ağaya bu. Yine bizən ustamızı konuşsayken bu. Hem mera barıp, görüp, şöyle geldik. Motosiklə opşu gəb yox. Yəni şu bala kurab, taxlagan. Motozolundan yenə növbətli savdamız 220 130 kuzuplu New Star motosikilimiz oldu. Bu motosiklin adınız kimədir? İlham. İlham ağamıza özərimizdə Savxozdan Xarazmdan naqd pula 22 milyon soma savdalası Xuda xalasa. İlham ağa motosikl yaktı mı? Köyünüzden oldu mu? Makul, gap yox. İnəydəb köybüyüzü fikir aytasız bizlərə. Yaxşı. New Star en zor model bu. New Star bilan Hunci en zor model motosikillərin içində. Ümürlük motosikl bu. Həzrət Pədis. Ağa xayrını görün. Bizim maşın Sənin olsun. işlərin Ahmet. Rəhmət ağa, canı sağ olun. Savdalarınız bola versin. Bemalal yenə hər xil motosikl gerek olsa gələ verəs sağa şöyle. En arzan baxa xalası. bizədə. Yaxşı. Bu birinci kol bizədə boladı. Hörmətli abunəçilər. Bemalal gələ verəssə, şunu çanaqlara salat öyrəmiş. Sağ olunlar. Lifan motozolundan yenə növbətli savdamız Avenus firmasının motosikli oldu. Bu motosikli Samasol kopumuz özəlimiz Samasol etdiriyəmiz. Kredit əsasında 28 milyon soma özəlimizdə əzəmət çoramıza Xarazmdan savdalaşıq. Xarazmdan, Xanqa Xarazmdan savdalaşıq Xuda xalasa. Əzəmət çora motosikli yaktı mı, köngüllüyüm oldu mu? Bu qısqaca fikizət bötün, baxasını çək, başqa yerlərdən görüb gəldiniz mi? Qısqaca fikizət bötün, arzan məgən başqa yerlərdən. Yox, doğru belə gəldik. Aa, Ki o ümidən düşən bakı. hava. Belə qımmat ekan, belə arzaraq ekan. Oldu, arzan baxara gəlmədi gəl. 1-2 milyon üstünə qoyub aytdılar. 2 milyon son fark etdi, doğru mu? Aa. Oldu. Əsə, yaxşı günlər edin. Yüzüm açılmasın. Sağ olun, yaxşı günlər edin. Benim ala gəlməzsə, sizə isə axıra sağ atıyorum. Sağ olun. Firmasına elektronik samasval motosikli oldu. Bu motosikli xarakteristikasına gəlib ötsək 220'ye burukır kuzub, 200'lik zonşey motor bilan cihazlanğan. Ramaları divanyon rama bilan cihazlanğan boladı. Naqd pula 28 milyon 5 milyon soma. Ənvər Ramazan Savxozda savdalaşıq Xuda xalasa. Savdamız könlünüzden oldu mu? Ənvər abi motosikl yaktı mı? Özü bir qısqa fikizət bitsəniz. Təfsiyətimiz gəlinlə. Aydın oldu axı. Acayip. Sağa yaxşı görəydin, izim aşın olsun. Benim ala gələrəsə sizə etsən axıra sağ atıram. Sağ olunlar. İztaq olmasın be. Ya o bala Lifan motosiklindən yenə növbətli savdamız Avenus motosikli Samasol variantı oldu. Bu motosikl 8'də 5 round, 220'ye vurulur, 200'lik zonşey motordan çıxarsanqa. Bunu üzərimiz Samasol etdik, bərdik bunu Xuda xalasa. Naqd pula 27 milyon 5 milyon soma. Özlərimizi bağatdan sərdaramıza savdalaşıq Xuda xalasa. Sərdaram motosikli yaktı mı? Özü bir qısqasa güzel tutdu. Beni öğretsinler. Aydın oldu axı, yaktı. Dostlar kesməz tutmaqdırmı? Ağa sen yaxşı günlər edin. Bizim açım olsun. Kəmçi gözlə benim açam sizlərə. Benim ala görərsə şu deyil sən axıla sallatıram. Sağ olun. Gen. Assalomualaikum. Kavalo sizga avizo tilaydi. Bana alırlar. Nadirbek bana. Ne iş öyle zorman belleri karalı kanan. Kardanın ne tarafı selam abi. Kaçsın? O uzun ne oldu? Aa zaten o sözler sıkıntı olmadı. Kanan. Tüm sıkıntı en alt kim biri? Hemen barraktan öyle mi?